Nega bizni kuzatib borishingiz kerak? Chunki biz qorin sohasidagi murakkab operatsiyalarni minimal jarohat yoki mutlaqo jarohatsiz o'tkaza olamiz. Tabiiyki, operatsiya jarayonlarida zamonaviy texnologiyadan foydalanamiz. Xirurgiya profi sahifasini ochishdan maqsad professional faoliyatimizda haqida nafaqat yurtimiz, balki butun qo'shni davlatlarga ham yetkazish. Hozirgi kunda biz qorin sohasi, xususan oshqozon va ichaklarning turli qismlaridagi onkologik va somatik kasalliklar, o'tkir va surunkali o't qopining toshli xastaliklari, qorin devoridagi operatsiyadan keyingi katta va kichik hajmli churralar va boshqa ko'plab kasalliklarni professional operatsiya amaliyoti orqali davolab kelyapmiz. Operatsiya jarayonlarida laparoskopik, xalq tilida aytganda lazer usulidan va xalqimizga hozirda mutlaqo yangilik bo'lgan robot assistentdan foydalanishimizni ma'lum qilishdan nihoyatda mamnunmiz. Yuqoridagi texnologiyalarning operatsiya qilishning an'anaviy, ya'ni qorin devorini kesishdan farqi shundaki, qorin devorida aytarli jarohat bo'lmaydi va boshqa ko'plab ustunlik tomonlari bor. Sahifamiz orqali faoliyatimiz haqida batafsil aytib berishda davom etamiz. Bizdan uzoqlashmang, bizni kuzatib boring.